bir tur firmada kelib, shu yerda elboshlarga yordamchi bo'lib, qo'limdan kelgancha hojilarga xizmat qildim. Ilm oldim, ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelgancha hojilarga yordam berdim. Faqat hojilarni roziligini hamda o'zim bilgan narsani o'rgatishga harakat qildim. Allohim aziz qilaman desa ajabmas ekan. O'zini baytida vaqt kelganda elboshlarga bosh chiqildi. Hojilarni xizmatini qiladigan chiqildi. Qo'limdan kelgancha astoydil xizmat qildim, o'zi aziz qildi. Oxiri bilan bo'lsin. Chunki Allohim aziz qilsa, Allohim ki dunyoda o'zi yaxshi ko'rgan bandalardan qilsa, atrofingizdagi do'sti dushmaningizlar qo'lidan hech narsa kelmas ekan. Endi Allohni erkalatib qo'ygan bandalardanman deb o'ylab mazza qilib yuraman. Rizqimni, farzandlarimni rizqini Alloh beryapti. O'zim Makka Madinadan ketkim kelmaydi. Uzoqqa borsa bir haftaga boraman, yana qaytib kelaman. Chunki o'zim uyimga qaytib kelgandek qaytib kelaman. Bu yerda hech qachon tashlab ketkim kelmaydi. Allohim jonimni shu yerda olsa. Umar roziyallohu anhu duo qilgan. Yo Rabbim, o'ldirsang meni Madinada o'ldirgin deb duo qilgan. Inshaalloh bir kun eshitasiz. Biz ham Madina Munavvarada qolamiz. Baqiy qabristonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qo'shni bo'lib qolamiz. Allohim nasib qilsin. Yaxshi niyat, duolar ijobat bo'ladi. Yaxshi niyat qilaveramiz. Siz ham orzu qiling. Orzuligicha qolmaydi. Orzu amallar bilan Allohim niyatlaringizga yetkazguncha orzu qiling. Inshaalloh Allohning baytiga kelib, shularda qolib ketish inshaalloh sizga ham nasib qiladi. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Umar Makka